Bolalar uchun ishlab chiqarilgan geyliklarning ichida 1 kishilik va 2 kishilik modellarni eng full va eng kattalari to'g'risida bugun sizlar bilan gaplashamiz. GM628 bu 2026-yil chiqqan model. Juda ham chiroyli ishlangan, Brabus modelida ishlangan. Chap yonidagimiz DKG63 modeli. Bu ham bu yilgi eng yaxshi komplektatsiyalarda keldi. Sababi ikkita orqa baloni tortadigan skuter motorli, yurganida ovozi chiqmaydi. Reduktori odamning g'ashiga tegadigan ovozi, ya'ni. Hozir buni bitta isbotlab ko'rsatib beramiz. Yurganida mana hech qanaqa ovoz eshitilmaydi. Ko'pchiliginglar shu ovozdan bezor bo'lasizlar. Mana lekin yana bitta zo'r tomoni, bolani o'zi haydaganda geylikka o'sha odamga yoqadigan yoqimli motor ovozi, bexlib ovozi chiqib turadi. Monitori katta bo'lib kelgan. 2 kishilik, taxminan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar o'tirib haydasa bo'ladi. Uzunligi 1.58, kengligi taxminan 1, badalligi 80 sm bo'ladigan ushbu modelimiz qora, qizil, seri va oq ranglarda savdoda mavjud. Xo'p, endi 1 kishilik modelimizga o'tamiz. Ko'pchiliginglar sidinaning 2 ga bo'linishini 2 kishilik deb o'ylaysizlar. Yo'q, aslida 2 kishilik modelda rul chaproqda bo'ladi nisbatan. Mana bu model bilan solishtirsanglar bo'ladi. Gaz pedali o'rtada bo'ladi. 1 kishilik modelida gaz pedali o'ng tarafda bo'ladi. To'g'ri, 2 yashar, 3 yashar bolani o'tkazsa bo'ladi, lekin asli 1 kishilik model. Ikkala modelimizni ham eshiklari katta-katta ochiladi, bo'yalgan bo'ladi. Pultdan boshqaruv va bolani o'zi mustaqil haydash imkoniyatlariga ham ega. Bunimizda bolani o'zi haydaganda motor vixlib ovozi bo'lmaydi, lekin juda chiroyli ishlashgan. Chiroqlarni qaranglar. Bu chiroqlar ham, bu chiroqlar ham yonadi adashmasam. Hozir yorug'da yaxshi ko'rinmayapti. Sizlar ham buyurtma qilinglar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazish imkoniyatlarimiz mavjud. Manzilimiz Toshkentda, Chilonzorda.